O'zbekistonga kelishdan oldin bir ustuvozga olay deb bordim men ustuvozga. Hali boylar qilinadigan joy, bozor yo'q deb edi. Boylar kiyim qiladigan joyga kirdim haligi. Aka kami bormi deb so'ramaysiz hali. Yozilgan narxiga olishingiz kerak. U tashiga kirdim. Zo'r original Puma, Nike'lar turibdi. Hammasidan tanlab ko'rib, rosa o'zimga yoqqanlarini ushlab ko'rib, kostolarini tekshirib, hamma menga g'alati qaraydi. Hamma. To'g'ri bilaman, basharam ruskiy emas, lekin u degani puli yo'q degani emas, u to'g'rimi? Xuddi kambag'allik namoyandasiga qaragandek qarashyapti-da. Xuddi betida polniy tatuirovkasi bilan masjidga kirib olgandek turibman halijada. Pulim yetadi deb turibman. Bitta tepamga qarasam, Jenskiy tarafda yuribman ekan. Yarim soat yuribman halijada. 3-4 ta patinkani kiyib ham ko'rdim, deshanasizlar. Motivatsiyam shunaqa tushib ketdi. Konstant ona qarang odamlar uchoqlar degan qo'shig'ini eshityapman 3 kundan beri. Koridorga chiqib 3 so'zim bumaga yosvoruvdim ham joyiga tushmayapti. Har Instagramda podpischigim ko'payganini ko'rib xursand bo'lib qo'yapman. Nimaga bir xil qilib bir xil Jenskiy tarafda bir xil qilib Muskoy tarafga qarasam, polniy bo'ti, go'nkalachlar turibdi hali. Shunaqa kirasopkalar bor, ustiga embleman o'rniga kirasopka deb yozib qo'ygan kirasopkalar turibdi.